ko'p marta uchrashuvga chiqish kerak. Juda ko'p marta. Siz kamida 2 oy ish bo'lmaganda haftada 1 marta uchrashuvga chiqishingiz kerak. Chunki siz mana shu vaqt ichida qizlarni juda ham ko'pini vaqt o'tib haligi gap so'zdan tushunishni boshlaysiz qanaqa odamligini. Keyin vaqt o'tib siz o'zingizga qanaqa odam kerakligini tushunib olasiz. Sizda qo'rquv yo'qoladi. Qiz ayollarning haligi ko'rinishi, tashqi ko'rinishi siz uchun birinchi o'rin bo'lmaydi. Birinchi marta uchrashuvga chiqqan odam bilan oxirgi marta chiqqan odam farqi bo'ladi. Oxirgi marta ko'p marta chiqayotgan odam chiroyiga qaramaydi. Chiroyli bo'lsa nima qilibdi? Menga boshqa sifatlari muhim deydi. Siz boshqa nimalar bilan nima qilasiz? Qiziqishni boshlaysiz. Ota-onasi kim, qaysi oiladan chiqqan, esli xushlikmi? Haligi Instagramdagi bir ikkita tarbiyasi yomon ayollarni kuzatmaydimi? Shularga qarashingiz kerak. O'zi asta bo'lishni boshlaydi. O'shanda tashqi ko'rinishga e'tibor bermaslikni boshlaysiz. Va bu sizning yutug'ingiz bo'ladi. Erkaklarda eng katta nimasi, ular chiroyli qizlarni ko'rdim, bo'lib hayajonlanib tili aylanmay qoladi. Yo'q, ular ham sizlarga o'xshagan odamlar. Kommunikatsiya qilishni o'rgansalaringiz, mana o'sha kichkina kursim bor, 50 ming turadi, kelinglar. Qizlarga ham yordam beradi, odamlar bilan gaplashishni o'rganisizlar. Texnikalar deyarli bir xil. Odamlarni gapirtirish kerak. Odamlarni gapirtirsangiz bo'ldi, oson bo'ladi siz uchun.